Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan noloyiqlik programmasi haqida gaplashamiz. Undan avval sizlarga bir savol. Agar bugun o'zingizni hamma narsaga loyiq deb hisoblaganingizda, o'ylaganingizda bugun qanday ish qilgan bo'lardingiz? Katta biznes ocharmidingiz yoki yangi ish boshlarmidingiz yoki kamera oldiga chiqib bemalol gapirgan bo'larmidingiz yoki katta pullarga ishlar topgan bo'larmidingiz? Bugun loyiqman barchasiga deganingizda qanaqa harakatda qilgan bo'lardingiz? Noloyiqlik nima o'zi u? Noloyiqlik inson o'z qadrini unutishidir. Inson nega qadrini unutadi? Bu narsa bizga qayerdan keladi? Bu bizni yoshligimizdan, ota-ona, bobolarimiz, bizga katta insonlar bizni solishtiruv, qadrlamaslik va mehrni kamligidan, shartliligidan, senga shuncha mehr berdim-am, lekin sen men shunday yaxshi bola bo'lmading deydi onamiz aytgan yoshligimizda-da. O'shanda men yaxshi emasman degan narsa, o'zingizni orqaga tortadigan narsa paydo bo'laveradi ichingizda. Sendan ko'ra akang yaxshiroq qiladi yoki ukang mana sendan ko'ra yaxshiroq qilyapti degan narsa, buni har xil mana shunaqa solishtiruvlar bizni orqaga tortib sindiraveradi. Noloyiqlik hissini paydo qilaveradi. Men bunga loyiq emasman deb o'zingiz ichki hissiyotlaringiz shunday deydi. Aslida bizni tashqi dunyo emas, ichki hissiyotlarimiz boshqaradi. Bu fikrlar vaqt o'tgandan keyin bu fikrlar odatga aylanib qoladi. Siz odatiy buni o'ylab qolasiz. Natijada siz katta pullar kelganda, katta imkoniyatlar kelganda o'zingizni loyiq ko'ra olmaysiz. Katta o'zgarishlar kelganda rad etasiz. Katta muvaffaqiyatni ushlab tura olmaysiz. Javobgarlikni ola olmaysiz. Hech narsaga javobgarlik ola olmaysiz. Bor-ku shunaqa oramizda shunaqa insonlar ham bor. Masalan, qarang. Kelinglar, masalan, ko'p qizlar yoki yigitlar bir o'tirish yig'ilishlar bo'lsa, kelinglar, sizlar qilaveringlar bu yog'ini. Men kartoshka artib turaman yoki piyoz artib turaman. Bu javobgarlikni olmaslik, bu noloyiqlik hissi bor o'sha insonda. Shuning uchun javobgarlikni ololmaydi. Qayerda bo'lsa ham javobgarlikni ololmayaptimi? U o'sha inson noloyiqman men qila olmayman, men eplay olmayman degan narsa o'sha insonning ichida borligi uchungina shunaqa so'zlari bilan chiqarib beradi. U insonga hech qachon katta pullar kelmaydi, katta muvaffaqiyatlar kelmaydi, katta imkoniyatlar kelganda ham javobgarlikni olib mana shu ish meniki, men qila olaman deya olmaydi. Yana qanday anaqalarimiz bor, yana buni qanday xususiyatlari bor, qarang. Noloyiqlik yana biz masalan kafega borib, ko'pchilik borib o'tiradi yoki bir dugonangiz bilan, o'rtog'ingiz bilan borib o'tirganda men to'lab yuboraman stolga deydi. O'zim shotni to'lab yuboraman degan. Yo'q, o'zim to'layman deysiz. Yoki to'laganda ham mayli, rahmat deb qo'yasiz. Bilasizmi, u ham noloyiqlik kiradi o'zi aslida. Yo'q, men noloyiqman. Menga shart emas to'lashingiz, o'zim to'lab yuraman deydi. Bu ham noloyiqlik. Shunchaki, bo'pti, rahmat deb qo'yish ham bu ham noloyiqlik. Chunki siz o'zingizdan nima berayotgan bo'lsangiz, o'sha odamga nima berayotgan bo'lsangiz, o'sha o'zingizda loyiqlik darajangizni ko'rsatib beradi. Siz o'zingiz loyiq deb faqat men rahmatga loyiqman deysiz. Prosta rahmat deb qo'yasiz. Sizga chiroyli kiyimlar, masalan, tug'ilgan kuningizda hattoki chiroyli podarka, chiroyli kiyimlar berganda siz orzu qilgan narsada hattoki shunday olyapsizda, prosta rahmat, voy kerak emas edi, mayli rahmat deyapsiz. Men noloyiq
kerak ana emas shart emas degandayda loyiq bu o'zini loyiq ko'rganda o'sha payt qanday nima so'zlar aytgan bo'lardi. Voy, katta rahmat, boringga shukr. Yaxshiyam borsan, men o'zi shunaqa narsani rosa kutgan edim, rosa xohlagan edim. Qayerdan ham bilding shunaqaligini? O'zi ichimsan-da, sen meni eng yaqin o'rtog'im eding, lekin o'zi ichimdagini ham anglab oladigan bo'psan-a deb. Shunaqa chiroyli so'zlar bilan maqtang, shunaqa o'sha odam sizga o'sha narsani qilayotgan odam ham hattoki bilasizmi, ichida shunaqa bir faxr tuyg'usi uyg'onib ketsin-da o'sha insonda ham. Bu uni maqtaganingiz uchun u zo'r deyishingiz emas. Bu o'zingizda o'sha narsaga zo'r qabul qilishingiz, o'zingizga narsani zo'rmanki, menga mana shunaqa narsa keldi deb qabul qilishingizda u narsa. Hatto o'zimiz bilasizmi, o'zimiz rag'batlantira olmaymiz, ko'tara olmaymiz, o'zimiz. Masalan, o'zingizga kiyim sotib berishingiz mumkin, kiyim olasiz. O'shanda ham voy, zo'rsan-a, shunaqa zo'r narsa oldim deb o'zingizga o'zingiz rahmat deb ayta olasiz. Ayta olmaymiz-da. Men ham bir paytlar shunaqa edim. Voy, rahmat, shunaqa zo'r narsalar olib berasan demasin. Bo'pti-da, kiyim oldim-da deb kiyib, prosta qabul qilardim-da. Bilasizlarmi, yaqindan nima qildim? Voqea surasini oldin ham o'qib qo'yardim, bir marta, ikki marta o'qib qo'yardim-u, lekin men shu o'zi uyg'onish bilimlarini o'tgan paytlarimda Voqea surasini o'qishda xatm qilib o'sha narsa kelaverdi. Har kuni tushlarimga kirdi. Har kuni menga shu narsa kelaverganda keyin xatm qilishni boshladim. Uni qanday birinchi kun bitta, keyin ikkita shunaqa o'qiyganda 41-kun 41 marta o'qish kerak ekan. Men shunday qilib xatm qilib 41-kun o'sha oxiriga yetib boryapman. O'qiganlarimni prosta tak o'qib qo'yapman-da. Bo'pti, mayli, uni o'qidim, hamma qatori, hamma ham o'qiydi-ku, shu-da deb oddiy hol deb o'ylayapman. Bir kun o'sha uyg'onish bilimlarida o'qiyapman, shunda o'sha qilyapman. Axir bu katta narsa-ku, mayli hamma o'qisin o'sha ishda, mayli hamma butun dunyo qilsin o'sha ishda. Lekin men qilyapman bu, men o'zim uchun katta narsa qilyapman, o'zim uchun katta o'qiyapman men shu narsani deb o'qiganlarimda o'shangacha bo'pti-da degan paytim hech qanaqa hayotimda o'zgarish bo'lmayapti-da. Endi men baribir har bir inson ham nimadir kutib qiladi-ku. Men shuni qilyapman, Allohdan kutadi-da, Alloh menga shunaqa narsa bersin deb kutib qilyapmiz Allohdan. Va men shunchaki o'qib qo'ygan payt hech narsa hayotimda o'zgarish bo'lmayapti. Nimadir o'zgarishlar kutyapman, lekin bo'lmayapti. Undan keyin o'zgarishlarni ham kutmasdan men faqat o'qiyman-da, voy, zo'rsan-a, Shahnovozdan zo'rsan, shunaqa zo'r o'qiyapsan, qara, mana shuncha narsani o'qib tashlading-a deb har kuni o'zimni rag'batlantirardim. Har kuni o'zimga e'tiborimni qaratib, o'zimni xursand qilaverdim. Hattoki arzimagan narsa, bitta shikolat yoki bitta oddiy mahitomi nimadir-da, sen bugun zo'rsan, mana shu narsani uddaladingki, o'shaning uchun senga mana shuni podarka qilaman deb o'zimni kundan kunga o'zimni uyg'otib boraverdim. Kundan kunga o'zimda kuch paydo bo'laveradi. Hayotimda ham, hattoki hayotim ham o'zgarishni boshladi. Men o'sha narsaga loyiqligimni his qildim. Men o'zim bilmagan holda qilyapman buni. Lekin o'sha narsaga o'zimni birdan katta narsaga chiqmadim. Har kuni kichkina odatlardan boshladim. Kichkina
kichkina rag'batlardan boshladim. O'zim qilgan ishlarimni har kuni rag'batlantirib qilyapman, o'shani o'zimni rag'batlantiryapman. Shunaqa ishlardan boshladim va natijada men shuni oxirigacha o'qib bo'lganimcha hayotimga katta narsalar kirib keldi. Hattoki hayotimda shunaqa o'zgarishlar bo'lib ketdiki, men buni 10 yilda ham qilolmagan, 10 yil kutgan narsalarim menga mana shu 40 kun ichida menga kirib keldi o'zida shu narsalar. Siz ham hayotingizda kichkina narsalarni o'zgartiring. Birdan kattasiga sakrolmaymiz. Biz birinchi etajdamiz hozir. Birdan biz 5-etajda paydo bo'lib qololmaymiz. Kichkina, sekin zinadan chiqib tepaga ko'tarilamiz. Va buni bugundan boshlang, hoziroq boshlang. Men bunga loyiqman. Men o'z hayotimni o'zim boshqarishga tayyorman. O'zim javobgarligini olishga tayyorman. Men hamma narsaga loyiqman deb bugundan o'zingizga mana shu narsalarni o'zingizga takrorlayvergan sari ong ko'rgan narsasini biladida. Bizani ongimiz shunaqa narsaki, u aql ko'rgan narsasini biladi. Har kuni birinchi ongni o'zgartirish so'zlardan boshlanadi. Siz so'zlar bilan boshlang. Men tayyorman. Men loyiqman. Men o'zim istagan hayotda yashashga loyiqman. Men bu dunyoni zo'ri bo'lishga loyiqman. Har kuni buni o'zingizga qayta takrorlang. O'shandagina so'zlar orqali hayotingizga o'zgarishlar ham kirib kela boshlaydi. Siz nimaga loyiq, hozirgi hayotingizni haqiqat demang. Bu haqiqat emas, bu bizni o'tmishdan olgan qarorlarimiz, iqrorliklarimiz bu bizni. Sizni bundan buyog'idagi hayotingiz o'z qo'lingizda. O'sha hayotni o'zingiz yarata olasiz. Siz o'zingiz istagan hayotga olib chiqa olasiz. Albatta, siz bunga loyiqsiz. Siz buni uddalaysiz. Faqat ozgina harakat qilsangiz bo'ldi. Siz barchasini qila olasiz.